O'rtoqlar, eshitdinglarmi? Yangi qonun chiqibdi. Endi o'zboshimchalik bilan qurib olingan uylarga hujjat qilib berishar ekan. Meni ham shunaqa uyim bordi, kadastrga keldim. Bu yoqda tanishimiz bor edi. Assalomu alaykum. Yangi qonun chiqibdi, mana. Ko'rdim, o'qidim. Ana endi noqonuniy qurilgan uy-joylar rasmiylashtirib berilar ekan. Ha, endi qonun chiqdi degani shoshib yugurib kadastr binosiga kelish kerak degani emas. Kadastr idoralarini o'zi tumanma-tuman, mahallama-mahalla o'zlari hujjatlarini so'rab, o'sha bazaga kiritishadi. Sizni uyingiz qachon qurilgan? Bizni uyimiz dadam qurib ketganlar 30 yil oldin. Lekin hujjati yo'q edi, yurak qovchlab yashardik. Aynan siznikiga o'xshagan holatlar uchun bu qonun amal qiladi. Bu qonun qanday uylarga amal qiladi? Bu qonun 2018-yil 1-mayga qadar qurilgan binolarga tegishli. 2028-yilning 1-yanvariga qadar amalda bo'ladi. Aholidan hech qanday hujjat talab etilmaydi. Ya'ni bu davlat organlari o'zimizdagi ma'lumotlar asosida tayyorlanadi. Adliya organlari tomonidan ijobiy xulosa berilgandan keyin to'lovni amalga oshirish kerak bo'ladi, imkon qadar qisqa muddatda. Va bu to'lovning miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 5 baravarigacha. Ko'nglingizni xotirjam qiling. Qonun hali 3 oydan keyin kuchga kiradi. Nematsiz tanishsiz. Manakini tezlashtirib bering. Birinchidan axborot tizimi yaratiladi kadastr agentligi tomonidan. Unga 15 ta davlat idorasi ulanadi va har bittasi o'zini vakolati doirasida xulosa beradi. Har bir holat kosmik syomkalar orqali tekshiriladi. Undan tashqari prokuratura, Adliya vazirligi davlat nazoratini amalga oshiradi. Bu joyda agar kimdir kelib sizga ishingizni hal qilib beraman, tez qilib beraman, falon so'm evaziga yoki qanaqadir nimandir evaziga desa, bunaqalarga ishonmanglar, sizlar ham ishonmanglar. Bular firibgarlar bo'ladi, o'rtoqlar. Xo'p, 2018-yilgacha qurilgan hamma uy-joylar, hamma bino inshootlarga hujjat qilib berasizlarmi? Talablarga javob beradigan bo'lsa, albatta ularga huquqlar e'tirof etiladi. Yaqinda ukam ham bitta bino quryotdi-da, keyinchalik ham endi mana 2018-yil 1-maygacha deb aytib turibmiz, Nigoraxon. Endi hozir qurayotgan bo'lsa, yaqinda mana bir yil, 2 yil oldin qurgan bo'lsa, bularga tatbiq etilmaydi. Mana shu qonunning ijrosida ham juda ko'pchilik insonlarning uy-joyi rasmiylashtirilar ekan. Bu esa ayni muddao bo'ldi. Shunisiga ham shukr. Shunisi ham yaxshi bo'ldi. Albatta, bu xalqimiz uchun katta imkoniyat. Millarni tomosha qilishda davom eting, shu gapi yaxshi-yaxshi yangiliklarni ham yetkazamiz. Albatta, yuring endi bunaqa to'polon qilmang endi, yuring.